Bu uchta iste'doddan kimdir bugun mavsum g'olibi bo'ladi. Sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Va mavsum g'olibi esa kubok bilan bir qatorda hamkorimiz Kia brendidan Kia Sonet avtomobilini ham qo'lga kiritadi. Demak, aziz tomoshabinlar, so'nggi ovozlarni qabul qilishda davom etyapmiz. Bizda juda ham oz fursat qoldi va biz ovoz berishni to'xtatamiz. Hozircha esa so'nggi soniyalar. 5 4 3 2 1 bo'ldi. Ovoz berish to'xtatildi va biz ana endi ovozlarni sanashga yo'l olamiz. Ovoz 50+ super final va hozir biz mana shu kubok sohibini aniqlaymiz. Birinchidan, kelinglar hammamiz qarsak chalib ishtirokchilarga minnatdorchilik bildirib qo'yamiz. Ajoyib final va go'zal mavsum uchun katta rahmat sizlarga. Kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar biz sizlarni tabriklaymiz. Ovozlar sanaldi. Bizda mavsum g'olibi aniqlandi. Va hozir biz sizlarning ishtirokingizda ovoz 50+ mavsumi g'olibini e'lon qilamiz. Diqqat. Barcha ovozlar natijalariga ko'ra ovoz 50+ mavsumi super final g'olibi va mana shu kubok sohibi. Diqqat. Men ham chidayolmayman, lekin uzr, e'lon qilishimiz kerak. Raqamlar sanalyapti, paydo bo'lishi bilan e'lon qilamiz. Diqqat. O'lmas Sollaberganov ovoz 50+ mavsum g'olibi. O'lmas Sollaberganov va jamoa ustozi Farruh Zokirov. Marhamat, Farruh Karimov sizni sahnaga taklif etamiz. Keling. Farruh Zokirov hamda O'lmas Sollaberganov. Demak, aziz tomoshabinlar, mavsum g'olibi hamkorimiz Kia brendidan Kia Sonet avtomobilini qo'lga kiritadi. Olqishlaringiz ostida, marhamat. Kia avtomobili mavsum g'olibi O'lmas Sollaberganov uchun marhamat qabul qilib olishingiz mumkin. Mana bu olqishlar ham sizga. Ovoz 50+ mavsum g'olibi Farruh Zokirov jamoasi. Marhamat. Farruh aka, kubokni topshirishingiz mumkin va nafaqat O'lmas Sollaberganov va ustoz sifatida Farruh Zokirov ham jamoa mavsum g'olibisiz. 1 2 3 ga. Demak, hammamiz baravar tabriklaymiz. Siz ovoz 50+ mavsum g'olibisiz. O'lmas Sollaberganov, Farruh Zokirov. Ha, 1 2 3. Biz sizlarni tabriklaymiz. Aziz tomoshabinlar, sizlar ham biz bilan bo'lganingiz uchun katta rahmat. Ha do'stlar, bu do'stlar ovoz do'stlar, 50+ do'stlar. O'lmas Sollaberganov do'stlar, chempion do'stlar. Biz sizlarni tabriklaymiz. Kabina Mirshakar Fayzullayev Zo'r TVda ovoz loyihasi yana bir mavsum yakuniga yetdi. Sizlar bilan esa tez orada yangi mavsumda ko'rishguncha. Endi men ham uyga boray.